Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıdağa jürüz, Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağ 2023 yıl. 6. ayının 26. günü hürmetli vatandaş. Bugün günge Düşembe. Vaziyetimiz esat mana baş temi turuptu, kişini çöçtüdü deydi bir haber. Angliya matbuatlarının Wagner toğrusida telegramya çakmaq tizligi degan telegrammisiga asoslanganda ham Wagner başlığı Prigojin çakmaq tizligida nima uchun chekindi deganga javob beribdi vatandaş. Bunun sebebi Rossiya maxfiy ishlar organi Prigojin yollanma qo'shinning başlığının aile balacakısını görege elip tehdit saptı vatandaş. Şunun bilen o 24 saat içinde teslim bağan gap. Şunak desek mi buludu teslim bağan gap. Hazır Angliya matbuatının haberi anda yani bir haber tuturdu. O haber nemi deydi desiniz hazır tez tarqalgan haber deydi. Prigojin deydi. Wagner gruppasi deydi. 7. ayının 1. gününden başlap mevcut bulmaydı dep görüştü. 7. ayının 1. günden başlap demek hazır Prezident Vladimir Putin bu gruppunu özün gruppusunu hazır umum yüzük bastırdı degen gap. Şu 7 degen gap. Ondan keyin Rusya'nın işki işini buludu. Yani yana vatandaşlar bilen görüştürümüz. Mesela deydi yollanma qo'shiq Wagner 24. günü qurolliq o'zgarish qildi. O sizlarga bizga ayan. Bu to'g'rida Amerika pensiyaga chiqqan bir nafar general Peter Zvak shunday aytibdi. Uning Ukrainaning yarım bir taraf Ukraina tarafida bir meydan urush. Masalan hozir Rossiya tajovuz qilib kirgandan keyin Ukrainada bo'layotgan urush. Hozir yana bir meydan urush desak, hozir Rossiyaning ichki qismida bo'layotgan urush. Lekin bu kan emas, hozir hisobda Wagner gruppasi to'xtab qoldi deb ko'rishdi. Buning amniyati endi hozir Rossiya Ukrainadagi askarlarni chekindirmaslikdan gap yo'q. Bu ichki qalaymiqanchilikning natijasini yardan chiqarib bu to'g'rida gap yo'q. Shunday qilib nima deydi? Prigojinning qurolli harbiy o'zgarishi hozir hisobda deydi Rossiyani ikki bo'lakka ayirib yoki parchaladı dedi. İki bo'lakka ayirib parchaladı dedi. Vladimir Putin hakimiyeti ajallik zarba berdi dedi. 36 saat ichida Rossiyaning ko'ch-ko'ylarida intayin qo'rqinchli bir xabar tarqaldi. Bu Prigojinning qurolli o'zgarishimi emas. Yoki Prezident Vladimir Putinning bostirishimi emas. Hozir Rossiyaning ko'ch-ko'ylarida yuz bergan intayin ciddi bir xabar. Nima dedi desa, Ukrainaga tajovuz qilish xato edi. Xato bo'ldi. Degan so'z cho'chaklar Rossiya jamoat orasida tarqalishga boshladi. Bu haqiqatan xatarli vatandoshim 1917-yil oktyabr inqilobi davrida urush maydonida urush qilayotgan Rossiya askarlarining orasida inqilob da'vosi ko'tarilgandek, inqilob listovka shiorlari tarqatilgandek, xuddi shuning o'xshash hozir butun Rossiya jamoasi ichida Ukraina hujum qilish xato edi degan so'zlar tarqalishga boshladi deydi. Andan buni nima dedi? Shuning bilan Vladimir Putinning safsatalari, yolg'on yavodoqlari tarmal bor. Amerikada Markaziy istixborot idorasining sobiq boshlig'i Steve Hall bunday hisobladi. Vaziyatning bunday tez o'zgarishi tajribali mutaxassislarni ham cho'chitib o'tdi dedi. Men deymanki, bu ish daha oxirlashmaydi. Hozir yeshildi hisobda Prigojin nima uchun to'xtab qoldi? Boshda azan turadi. Angliya matbuotlari aytibdiki, Prigojinning butun oilasi bola-chaqasiga tahdid yetib keldi deydi. Buni ham o'zingiz tushunib olasiz, tasavvur olasiz vatandoshim. Shuning bilan Prigojin hozir o'zining nima ekanligi to'g'risida bugun tunugunlarda hech qanday xabar yo'q. Prigojin nima degan gapga xabar yo'q. Onda hozir dedi 7. ayının 1. günü bütün da xabarni ko'rmadim, mavzu shunda turdi.
7 ayının 1. günden başlap Prigojin yoki yollanma qo'shin degan narsa mavjud emas deydi. Mavjud emas deydi. Endi Amerika matbuotining savollariga javob berganda ikkinchi bir xabar vatandosh Ukraina davlat mudofaa ministri 3 qatam yoq dedi. Mavzuli xabar 6 ayning 25 kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabarda mundaq deyildi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining matbuoti Fox xabarlarining muxbiri mundaq savol qo'ydi deydi. Qo'yilgan savol Ukraina davlat mudofaa ministriga hozir Ukrainaning harakati acaba qaytarmi hujum qilishmi? Qaytarmi hujum Ukrainaning muhim harakatimi? Bu ikkinchi savol desangiz bo'ldi. Yoki Ukrainaning bir qatimliq chaqmoq tezligida urush qilishimi? Buni uchinchi savol desangiz bo'ldi vatandosh. U mundaq ko'rsatdi. Ukrainaning davlat mudofaa ministri mundaq ko'rsatdi. Qaytarmi hujum endi boshlandi. Qaytarma hujum umumyuzlik boshlangan aman Rossiya armiyasi qattiq zarbaga uchraydi. Ukraina armiyasi eng oxirgi g'alabani qo'lga keltirdi. Demak biz qaytarma hujum da'vatxonamiz endi boshlandi degan, ya'ni shunday qaraganda qisman boshlandi degan gapni bo'lishi kerak. Faqat umumiy qaytarma hujumning bir qismi hozir boshlandi degan gap bo'lishi kerak. Hozir endi nima deydi davlat mudofaa ministri Ukrainaning agar hujum umumyuzlik boshlansa Rossiya armiyasi tarmar bo'ldi, Ukraina armiyasi g'alaba qiladi. Dal shu vaqtda Rossiyaning yollanma qo'shini Wagner qo'shinining voqeasi paydo bo'ldi vatandosh. Endi prezident Zelenskiy yaqinda yana bir xabar Twitterda fikr qoldirib mundaq ko'rsatdi. Ojizlik va ahmoqlik oxiri oshkorlandi. Bu yomonmi shu? Bir bandaning qo'lidagi ojizlik, inandagi ahmoqlik tez oshkorlandi. Endi buni sapsati bilan bema'nilik bilan yoshirib ketgili bo'lmaydi deydi. Bu yerda prezident Zelenskiyning ko'z tutqani sen ahmoqlik qilding, shunga bugun sening yollanma qo'shining qurolli harbiy o'zgarish hosil qildi. Sen ahmoqsan dedi. Yoki Rossiya Ukraina tajovuz qilgan kundan boshlab ham ahmoq ham ojizsan dedi. Ojizlik qo'rqonchoqliging tufayli tajovuz qilding Ukrainaga. Ahmoqlik mushu davr, mushu ay, mushu kunda mustaqilligini e'tirof qilgan bir davlatga ikkinchi qatim qaytarib hujum qilish hisobda bir ta'tir talvilikdanlar vatandosh. Shuni demoqchi Zelenskiy prezident. Wagner qo'shinlari Moskvaga 200 kilometrcha yaqinlab kelganda Ukraina prezidenti Zelenskiy Twitterda fikr qoldirib mundaq ko'rsatdi. Rossiya uzundan beri tashviqot orqali hukumatning ojizligi va ahmoqligini yoshirib keldi. Bugun endi mundaq yoshirish mumkin emas. Rossiya Federatsiyasi hukumatining ojizligi va ahmoqlik oshkorlandi. Hozir deyli Wagner voqeasi yuqorida nima dedik? Amerika Qo'shma Shtatlarining pensioner generali nima dedi? Eshtaqa oldimizda dedi hozir. Oldimizda shundoq bo'lishi mumkin. Keyingi taraqqiyotlar qaraymiz. Ehtimollikni qo'ydi yana. Keyingi taraqqiyotlar qaraymiz dedi vatandosh. Endi shuni aytgan prezident Zelenskiyning oxirgi gapi andin davlat mudofaa ministrining aytgan gapi qat'iylik, iroda mustahkam. Biz umumyuzlik hujumga o'tganda Rossiyaning taslim bo'lishiga Ukraina g'alaba qiladi deganda Wagner guruhining mushu kunda o'tirg'i chiqishi va uning 24 soat ichida to'xtab qolishi haliqadek sabablar bo'lgan. Angliya Telegram gazetining xabarida ikkinchi qatim buning jarayoni qanday bo'ladi? Masalan, Rossiya Federatsiyasi hukumati Wagner guruhining boshlig'i Prigojinning balachaqisini qaytarib qo'liga beramdi qandaq? Agar u vaqtida ish nima? Agar balachaqisini qaytarib qo'liga bermasa, Prigojin taslim bo'lsa, uni qandaq bir taraf qiladi? Masalan, 7-oyning 1-kuni debdi hamma qo'shib Prigojin va uning yollanma qo'shinlari. Bu g'oyat bir taraf qilish bo'lib ketadi, g'oyat zo'r bir taraf qilish bo'lib ketadi. Biz shuni dedik vatandosh 80 mingdan 100 minggacha askariy qism dedik hozir. Wagner guruh
Endi masalan bola chaqasi yoki 7-oyning 1-kuni umumyuzlik yo'qolish girdobiga 100 dangan bo'lsa, bu 100,000 kishilik yollanma qo'shin nima qilish kerak, nima qiladi degan savol tug'iladi qanday vatandosh. Shunga endi xabarning qolgan qismini Alloh xolisa aman bo'laylik vatandosh. Atadan boshlab ko'ramiz. Bugun men chiroqni yoqmadim, vatandosh ko'zimga chiroq yaqin orliq qo'yib ko'zim chidimidi. Mumkin emas. Koridorga chiqib qo'yay desam, chiroqni yaqin qo'ymasam qorong'i chiqib qoldi-ki. Bugun chiroqni qo'ymadim, men qanday chiqib qoldi bilmadim. Endi bir amalini qiyg'icham shuna anglab turinglar vatandoshlar. Chiroqning nuri mumkin emas ekan, ko'zni qadlab qarash degan mumkin emas ekan vatandosh.